Instagramda har doim aktivman, bilasizlar, mana shu telefonchani ne ish ne o'ziga qarab yuradigan qizchalarimiz telefonchasi deyman. Mana shu telefonchamizni bir singilchamizga berdik. Ismingiz nima? Asalxonga qilib berdik. Oyijonlar olib beryaptilar. Opa, yaqinroq keling. Ayjoningizga rahmat aytib qo'yasiz endi. Ana baxtimizga onajonlar sog' bo'lsinlar. Mana onalarimiz olib beryaptilar qizlariga. Yaxshi kunlar ishlating, xush kelibsiz. Narxlarimiz yoqdimi? Telefon rangi yoqdimi? Rahmat, mana oling, yaxshi kunlar ishlating, bonuslar bilan qilib berdik. Opajon, bizni pastchilarga nima deysiz? Nimaga o'zingizga olmasdan qizga olib beryapsiz? Qizimni sevaman. Boya gapni ayting. Davrimda mazza qilsin qizlarimni. Davrimda maza qilsin. Ana, sog' bo'ling opa, xush kelibsiz. Har doim farzandlarni o'ylaydigan insonlar bu onajonlar bo'ladi. Kommentariyaga onalar haqida bitta chiroyli so'z yozib ketamiz. Rahmat, xush kelibsizlar. Canım anam, damarda kanım anam, cennet ayaklarındadır gülistanım anam. Sensiz dözmez yürek, Allah ayırmasın. Kederin zülmetiyle geçer sensiz anam.